Ravshan aka, hozirgi aktual muammo tadbirkorlardagi nasiya savdo. Shuni qanaqa qilib yechim qilsa bo'ladi? Endi qarang, bugungi kunda odamlar, iste'molchilar bugungi ehtiyojini puli bo'lmasa ham bugun qondirgisi keladi. Bu degani nasiyasiz iloji yo'q degan. Nasiya bo'lmasa savdoda rivojlanish bo'lmaydi. E'tibor bering, hamma sohaga nasiya kirib ketyapti. Hozir kiyim-kechak, oziq-ovqatgacha kirib ketyapti o'sha. Lekin odamlar nasiyaga bergan pulni qaytara olmayapti-da. Endi bu narsa nasiya daftarda bo'lsa, tizimlashtirilgan bo'lmasa va fintech kompaniyalar orqali riskni boshqaradigan bo'lmasa, albatta siz bankrot bo'lishingiz hech gap emas. Siz savdo bilan shug'ullanishingiz kerak. Nasiya bilan fintech kompaniya shug'ullanishi kerak. Ana shunda savdoyingiz ko'tariladi, ishingizda rivoj bo'ladi. Lekin o'zingiz ham savdoni qilaman, ham nasiyani boshqaraman desangiz, u pul yig'ishni, u riskni boshqarishni u eplolmaysiz. Unga masshtab kerak. Demak, nasiya hozir kunni kerakli narsa ekanda. Nasiyasiz savdoni rivojlantirish bugungi kunda o'ylaymanki imkonsiz. Sizda nasiya bilan qanaqa muammolar bo'lyapti? Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring.